erim ko'p so'kinadi, nima qilsa bo'ladi deysizmi? Bas qilinglar, mana shu erkaklarni to'g'rilaymiz deb o'zingiz to'g'rilab oling. Baraka topa, bekor sizni so'kmasa kerak. Shu ayollarcha shunday gohidachi, men o'z ayollar tarafida bo'laman-ku, gohida asabiylashib ketaman-da. Erim ichadi, erim so'kadi, erim bunaqa, как будто siz oppoqsiz. Bekor so'kmaydi-ku, eringiz sizni. Sizni so'kyaptimi? Mana qarang, yozilgan, ulug' kitoblarda yozilgan. Alloh taolo har bir bandasida meni ko'r deyapti. Sizni eringizda ham siz Allohni ko'ring. Nima uchun? Alloh taolo sizga mana shu er bilan nimanidir sizga yetkazib bermoqchi bo'lyapti. Siz uni eshitmayapsizda, erim so'kadi, Altun xonim, ana psixologga borasiz, erim qanaqa to'g'rilasam ekan, bu psixologga borasiz, erim qanaqa to'g'rilasam ekan, u psixologga borasiz. Yana palon men pul to'laysizda, eringizni to'g'rilamoqchi bo'lasizmi? Eringizni to'g'rilayolmaysiz hech qachon. Потому что u yaratilib bo'lgan odam. Unda siz Alloh taolani ko'ring. Sizga Allohim, masalan, mana Alloh bilan gaplashaman desam, o'tgan safar bittasi menga qanaqa gaplashasiz, videoga olib tashlab yuboring bizaga, Alloh bilan gaplashayotganingiz shunchalik ham odam to'poy bo'ladimi? Qarang. Odam qanchalik to'poy bo'lish kerak-da? Alloh bilan любой odam gaplasha oladi. Masalan, agar haqiqatdan ham misol uchun qalbingiz toza bo'ladigan bo'lsa, Alloh siz bilan gaplashganda eshikni ochib kelib, "Senga qaraysan oltin" deb gapirmaydi. G'oyalar, fikrlar kimdan? Alloh taoladan. Siz savol berasiz, u sizga g'oya beradi yoki fikr beradi, bo'ldi. Gohida bo'ladi-ku, mana shunaqa o'tirib, nima qilsam ekan, mashtan nima qilsam ekan desangiz, deb birdaniga bitta narsa xayolimga keldi deysiz-ku. Mana shu Alloh taoladan. Bo'ldi, oson. U sizga mana bunaqa telefon qilib siz bilan gaplashmaydi. O'sha g'oya, fikrlar Alloh taoladan bo'ladi. Mana shunday qabul qilish kerak. Misol uchun siz erimni o'zgartaman, erimni o'zgartmoqchiman, u meni so'kyapti. Demak, siz nimadir qildingiz, sizni so'kyapti u. Mana shu joyda siz to'g'rilashingiz kerak. Siz emas, u eringiz emas, siz to'g'rilanishingiz kerak. Biz esa yo'q, uni to'g'rilamoqchi bo'lamiz-da, u to'g'rilamaydi. U mana o'tgan safar aytdim-ku, u yaratilib bo'lgan narsa mana. Buni sindirib qo'yishimiz mumkin. Buni to'g'rilaymiz deb. Demak, sizni so'kyaptimi? Mana shu yerda o'ylang, bu nimaga meni so'kyapti? Bu yerda nimani o'rganishim kerak men deb. Har bir odamda siz Allohni ko'ring. O'shanda yashash oson bo'ladi.